aksiya qilib tayyorladik. Qiynalgan oilaga bir mana shu darvoza qo'ya olmay muhtojligi bor oilaga aka 350 ming so'mdan dostavka ustanovkasi ichida 320 ga 320 razmerda tayyorlaganmiz. 350 ming so'mdan olib borib ustanovkasini qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqishaveradi. Assalomu alaykum. YouTube ijtimoiy tarmoqlarni kuzatuvchi obunachilarimiz, Darvoza savdo kanalimizning obunachilari, bizni xudo xolasa mana navbatdagi darvozalarimizni obzorini qo'ldan kelganicha qilib beramiz. Bizni manzilimiz Namangan viloyati Uychi tumani Jidakapa qishlog'ida. Mana katta bizda metal baza bor. Bazani yo'parasida glavniy seximiz shu yerda. Xudo xolasa darvozalarimizni qo'ldan kelganicha obzorini qilib beramiz. Meni ismim Ahadjon. Qachon nima bo'lsa, xudo xolasa kelib, xizmat bo'lsa, kelib so'rasangiz, xudo xolasa yuzma-yuz gaplashib hal qilamiz. Mana navbatdagi darvozamiz taraq fason darvozamiz. Xudo xolasa buni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 290, bo'yiga 320 bo'lgan darvozamiz. Nalichkalarimiz mana girdilari bor. Girdilariga 25 sentdan tepaga 50 sent nalichka qo'shganmiz. Bunga ishlagan materiallarimiz yondorlarimiz 10 bo'lgan, taglari 10lik shivellarda qilib berganmiz. Ichlariga ishlagan materiallarimiz 1.8 pilisovoy listlarda, 2 qavat shumkali holatda, ustilariga mana 2 dan taraq holatda ishlatganmiz. 2 ham 1.5 stenada bo'lgan. Yondor 10.5larimiz 2.5 stenada, tagi обязательно shiveller holatda bo'lgan. O'ziga yarashgan holda mana nerjavagalardan foydalanganmiz, germetikalar, apex klaylardan qilganmiz. Kraskasiga keladigan bo'lsak, bularimizni kraskasining garantiyasi 5 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Agar usti ochiq joy bo'lsa 1 yil garantiya beriladi xolos. Kraskalarimiz matviy holatda sepilgan. Matviy ko'rinishda qilganmiz. Banka va JK 2 kraska, matviy lak. Xudo xolasa darvozamiz ajoyib chiqqan. Razmerga tushadigan bo'lsa, buni kvadratiga keladigan bo'lsak 1.250 ming so'mdan qilib beramiz aka, buni kvadratini. Xizmatlar bo'lsa, xudo xolasa oshiq-moshiqlarga keladigan bo'lsak, oshiq-moshiqlarni ham 40lik katta oshiq-moshiqdan qo'yganmiz aka bularga. Xudo xolasa xizmatiga bexijolat. Svarkalariga, mana zamoylarimiz ham 2 yil servis garantiyalari bor. Svarkalarimiz yo ish ko'rsatib, yo boshqa bo'ladigan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha garantiya qilib beramiz. Xudo xolasa o'zimiz borib, besplatni restavratsiya qilib beramiz. Xudo xolasa bexijolat ishimizga 100% garantiyalari bor. Tanijonimiz sog' tursa, albatta ishingizni bitkazib beraveramiz. Razmerimiz shu aytilganidek, eniga 290 bo'ldida, balandligi 320. Nalichkalari bilan mana nalichka 50, 25 dan 50 nalichka qo'shamiz aka. 290 bo'ladigan 340 ga aylanadi darvozamiz. Balandligi 320, tepadagi 50 nalichka bilan 370 ga 340 bo'layapti darvozamiz. O'shanda kvadratini 1.250 ming so'mdan dostavka ustanovka butun O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkasigacha qilib beramiz. Qo'shni respublikalarga kelishilgan holda Esengigacha olib borib beramiz. Undan yog'ini agar o'rnatib berish kerak bo'lsa, postdan kelishilgan holda olib o'tsak, o'zimiz ustanovkalargacha qilib beraveramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, like, kommentni ayamaysizlar. Xudo xolasa mana ekranlarga nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib murojaat qilaverasizlar. Navbatdagi darvozamizga keladigan bo'lsak, buni o'zigacha uslubda tayyorlaganmiz. Yangicha high-tech fason desak ham bo'laveradi. Bularimiz ham o'sha shumkali, 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Mana bu joylarini ikkinchi qavatini gipkada buktirib, ikkisini tepaga ko'tarib, xudo xolasa mana shumkali ovozlari ham yo'q mana, xudo xolasa bexijolat mana bunaqa joylariga ham mana 250 dan lazer qilganmiz. Mana tepalariga, yonlariga mana nerjavikalardan foydalanganmiz bu darvozamizga ham. Buni yondorlariga keladigan bo'lsak, ikkita yon o'rtada mana bo'lgan joylarimiz ham 8 ga 8 profildan bo'lgan. Taglarimiz 8 lik shivellerdan foydalanganmiz. Mana bu joylariga mana pol ikkinchi qavat ko'tarib turib 2 ga 2 lardan qo'yib chiqilgan polni hammasiga. O'sha aytilganidek, ichidagi
Hop, mana to'qima profillarimiz 1.7 stenada bo'lgan. 2.2larimiz 1.5 stenada, listlarimiz 1.8 plyusovoyda bo'lgan. Buni kalitkasini abdini qilib tayyorlaganmiz. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 380 ga, balandligi 340 bo'lgan darvozamiz. Tepalariga mana dimoxodlarni qilganmiz, shu lazerdan ikkili listdan foydalanganmiz. Tepalariga shu lazerlardan dimoxod qilganmiz. Mana zamok qo'yadigan joylarimizda ham 6 lik emas, 8 lik, 10 lik zamoklarga moslaganmiz. Xudo xolasa darvozamiz buni ham matli holatda tayyorlaganmiz. Polni kraskalarimiz JK2 bankoviy kraska. Taglarida обязательно tagida gruntopkalari bor. 2 sloy gruntopkadan keyin kraskalarni sochib tayyorlaganmiz. Buni ham shu garantiyalar usti yopiq joylar bo'lsa, kraskasiga 5 yilga garantiya beraveramiz. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa, bemalol shu pastda qoldirilgan nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana svarka ishlarimizga aytilganidek 5 yildan 10 yilgacha garantiya, zamogimizga 2 yil servis xizmati bor. Zamogimiz xudo xolasa ish ko'rsatmaydi, bizga ham shu garantiyasi qog'ozlari bilan berishadi. Sizga ham topshirganimizda garantiya qog'ozlarini beramiz. Aloqaga chiqasiz. Mana shunaqa holat desangiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha bartaraf qilib beramiz. Darvozamizni hop, aylantirib 1.5 ga 1.5 dan shu zazorlarni yopish maqsadida mana 1.5 ga 1.5 profillardan bular ham o'sha 1.5 stenada bo'ladi. Ichkaridagi haligi ichkariga nimani yo'qotish maqsadida mana yorug'lik tushib turadi ekan bu yerda. O'shani yo'qotish maqsadida qo'yganmiz. Polni aylantirib 1.5 ga 1.5 profilchalardan foydalanib, mana yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. 1.5 ga 1.5 lardan shu shopini yo'qotib, xudo xolasa buni razmerini aytib o'tdim. 380 ga 340. Buni kiravaq kvadratini aka 1.300 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkasigacha qilib beramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu ham o'zgacha qilib tayyorlaganmiz. Mana shu joylarni ko'pchilik yog'och deb o'ylaydi, lekin o'sha metalni ustiga kraskasini sochib, mana mebelni qilganmiz ekan. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsating. Mebelni qilib, bu joyimiz ham mana temir. Bu ham shu shumkali variantda bo'lgan taraf fason darvozamiz. Mana bu joylariga Gentrani qora kraskasidan foydalanganmiz, JK2 kraskamizdan. Gruntopka qilib, buni ham taglariga gruntopkalar обязательно sepilgan. Bular darvozamizda buni yondorlari 10 ga 10 dan foydalanganmiz, 2.5 stena, taglari 10 lik shivellar обязательно. Listlarimiz 1.8 plyusovoy listdan 2 qavat shumkali holatda bo'lgan. Buni ham polni bezak hisobida mana 2.2 1.5 stenasidan foydalanganmiz. Bularimiz ham buni aka razmeriga keladigan bo'lsak, eni ham 3.5, balandligi ham 3.5 bo'lgan. Mana keling, mana aytiga xuddaligi nimalardan terib, polni listdan buktirib, polni tayyorlaganmiz. Bu ham nalichka hisobida. Yonida shop bo'lsa yo boshqa bo'lsa, zazorlarni yopish maqsadida. Darvozamiz o'shanda darvozamiz ko'chadan bir 10 set ichkariga o'rnaydi-da. Keyin mana 10 ni hisobi bilan 20 ichkariga kiradi darvozamizda. Kirish xoti. Xudo xolasa mana bu joylariga 3.2 dan bezab berganmiz 1.5 stenada. Keyin bularimiz 2.2, shu 1.5 stenada qo'yib turib, mana bu joylariga mana bezak qilib, ikkinchi qavatga ko'tarilgan holatda mebel qilib tayyorlaganmiz. Tepalariga mana lazerdan foydalanganmiz. Lazerlarimiz ham mana xudo xolasa o'ziga yarashgan, chiroyli bo'lib turibdi. Razmerlari buni aytib o'tdim, 3.5 ga 3.5. Buni ham kvadratini 2 qavatli full variantda chiqsin deydiganlarga 1.350 ming so'mdan 2 qavatli variantini qilib beraveramiz. Mana shu darvozamizni o'zi agar kimnidir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, 2 qavatli shumkali holatda 1.300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib, olib borib ustanovkasigacha qilib beramiz. Buni agar yangi tayyorlaydigan bo'lsak, kvadrati 1.350 ming so'mdan.
agar kimnidir razmeriga 3,5 ga 3,5 joy tayyor bo'lsa, 1,300,000 so'mdan dastavka uстановкасigacha O'zbekiston bo'ylab olib borib, uстановкаларgacha qilib, zamonlarigacha qo'yib beramiz. Mana shu holatida bir e'tibor berishingizni so'raymiz. Misol, mana shu darvozamizda qanoti yopganingizda haligi qanotini anglash qiyin to'g'risiga, mana yaqinroq olib kelib ko'rsangiz, mana shu tomonda отдельный kalitkamiz bor. Mana o'z ko'rinib ham turibdi. Hali uzoqdan ko'rgan odamga buni kalitkasi yo'q deb o'ylashi mumkin-da ko'rgan odamlar. Mana shu joyimizda zamon tushadigan joy qo'yib ketganmiz. Mana shu ko'chadan kelganda o'ng tomonda отдельный kalitkamiz bor. Kalitkasi ichida. Xudo xolasa, kimnidir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. 1,300,000 so'mdan yetkazib, olib borib uстановкасigacha qilib beramiz. Like, kommentni ayamaysizlar, xudo xolasa. Sizlar uchun xizmatdamiz doimo. Keyingi mana shohona fasonda hop 2023, 24, 25 mana bu yil xudo xolasa bu yil mana trenddan tushgan yo'q. Shohona fason, Samarqand fason darvozamizda eng full variant ekan. Mana tepalariga ham mana e'tibor berishingizni so'raymiz. Kovka gullardan foydalanganmiz. O'rtada mana sher emblemasidan foydalanib qo'yib berganmiz mana. Xo'p, bu darvozamiz ham razmerlariga keladigan bo'lsak, darvozamizning o'zini razmeri 3,5 ga 3,5 balandligida bo'lgan. Endi bunga qo'shimcha nalichkalarimiz bor. Hop, ikkala yonga 30 sentdan 60 nalichkaga chiqqan ikkala yoniga. O'shanda razmerimizni eni 4,10 bo'layapti. Chunki razmeri darvozamizning razmeri 3,5. Unga 30 dan 60 nalichka qo'shyapmiz-da, 4,10 ga aylanyapti. Balandligiga keladigan bo'lsak, balandligimizga hop 40 sent nalichka qo'shganmiz. 3,5 bo'ladigan bo'lsa, 390 bo'layapti. Buni ishlatilgan materiallarga keladigan bo'lsak, yo'llarimiz 10 2,5 stenadan foydalanganmiz. Taglarimiz 10lik shivellerdan. Hop, ichki qovurg'a profillarimizga keladigan bo'lsak, ichlariga mana 6 ga 4 profillardan foydalanganmiz. Bu 6 ga 4larimiz buni yuki vazminligini hisobiga mana 6 ga 4larimiz chekkadagilari 2lik. Ichidagi to'qimi 6 ga 4larimiz 1,5 stenadan foydalanganmiz. Hop, ichlariga mana 2 ga 2 1,5 stenadan polno ramkani ichidan berib, hop, buni birinchi qavatimizga mana 1,3 shirshaviy listdan foydalanganmiz. Buni ichida ham steklavata solib, обязательно falgalardan solib, shumkali qilganmiz mana. Shumkali variantda bo'ladi. Hop. Buni 2 qavatli varianti bor. 1,250,000 so'm. Hop, o'shanda orqa tomonda 6 ga 4 qovurg'a profillarimiz ko'rinadi. Yo'q, menga orqa tomoni ham tekis holatda bo'lsin deganlarga orqa tomoni ham tekis qilib yopib beramiz. 1,500,000 so'mga aylanadi darvozamizda. Hop, kvadrati 1,500,000 ga aylanadi. O'shanda hop, birinchi qavatimiz 1,3 list, ikkinchi qavatimiz 1,8 plisovoy, orqa tomonida ham 1,8 plisovoy list bo'ladi. 3 qavat full variantga aylanadi. Hozir bu darvozamiz 2 qavatli variantda bo'lgan. Kvadrati 1,250,000 so'mdan darvoza savdo obunachilariga xudo xolasa 1,250,000 so'mdan dastavka uстановкасы ichida yetkazib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. SNG davlatlariga shu chegaragacha olib boramiz. Xudo xolasa undan yaqina kelishilgan holda ishni bitirib beraveramiz. Hop, darvozamizga mana kalitkamiz, buniki ham hop, o'ng tomonda ko'chadan kelganda o'ng tomonga joylaganmiz. Mana zamon tushadigan joylarimiz. Bezak sifatida mana toqqaladan o'zi Samarqand fasonda ko'rgan odam bitta tushunadi. Hop, mana bu joylariga trubadan foydalanganmiz. Yuzlik trubadan foydalanib, ustiga mana zibralardan bezak qilib berib chiqqanmiz ekan. Xudo xolasa, mana shu darvozamizni hop 3,5 ga 3,5 dedim, nalichkalari bilan 4,10 ga balandligi 390 bo'layapti. Hop. Mashina 1,250,000 so'mdan agar kimda joyiga tushadigan bo'lsa, xudo xolasa 1,250,000 so'mdan dastavka uстановкасы ichida olib borib, uстановкасigacha qilib beramiz. Hop. Keyingi darvozamiz
taraf fason, o'ta skromniy odamlar to'g'risi gap, nihoyatda ko'pchilikda talab bo'lyapti shu darvozadan. Bu darvozamiz o'ta skromniy holatda chiqqan. Buni materiallarga keladigan bo'lsak, ikkita yoni 10 ga 5, 2,5 stenadan bo'lgan. Tagi 10 kishi beriladi. 6 ga 4larimiz, 6 ga 4 profillarimiz 1,7 stena, ichlari 1,5 stena. Qarashgan holatda ruchkalarigacha qo'yib qo'yganmiz. Endi har kimning xohishiga qarab, mana shu holatda qolsin deganlarga qoldiramiz. Yo'q deyishsa, ruchkamizni обязательно ustiga nerjaveka qo'ydiradiganlar ham bo'layapti. Qo'yib berayotganmiz. Nerjaveka deyishsa, mana shu ruchkasini o'ziga nerjaveka qo'ysak bo'laveradi. Keyin mana bu joylariga e'tibor berasiz. Avval holatda darvozani bexijolat yuvib tozalab ketganda suv o'rnab qolmaydigan holatda qolgan mana. Hammasini taglari mana avval holatda qilingan. Mana karnizlarimiz 1,3 stenadan foydalanganmiz. Unaqa haligi 08, 07 karniz emas. Mana shu karnizlarimiz ham 1,3 stenadan o'zimiz zakazga tayyorlatib, mana sotuvda 08, 09 stenalari bor. Ulardan emas, zakazga обязательно 1,3 list olib borib, o'zimiz tayyorlatib, buktirib, o'zimiz tayyor qilib holatda olib kelib qilganmiz. Buni ham ichlariga mana 2 ga 2 ni 1,5 stenasidan foydalanganmiz. Mana bu joylarimizga mana 1,8 plysovoy list birinchi qavat, ikkinchi qavatiga ham gipkada buktirib chiqib, mana ikkinchi qavatimiz mana shumkali holatda, ikkinchi qavatiga ham 1,8 plysovoy listda 2 qavat holatda bo'lgan bu darvozamiz. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlarimiz eniga 3.30, balandligi 3,5 holatda tayyorlangan bular. Eniga 3.30, balandligi 3,5 metr. Buni ham tepalariga o'ziga yarashgan holatda lazerlardan foydalanganmiz. Tepa tomonlariga lazerlardan qilib berganmiz. Buni yangitadan yasaydigan bo'lsak, kvadrati 1,300,000 so'mdan. Mana shu darvozamiz eni 3.30 ga 3,5 balanddagisi. Kimnidir joyiga tushib qoladigan bo'lsa, tushadigan shu razmerda joy tashalgan bo'lsa, 1,150,000 so'mdan olib borib dostavka ustanovkasi ichida mana shu darvozani o'zini 1,150,000 so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. Bularimiz ham o'sha kraskalarimiz glansli holatda bo'lgan. Tagida birinchi gruntopka, keyin JK 2 kraskadan 2 sloy sepilgan, ustiga mana glansli lak urganmiz. Xohlovchilarga matiy holatda ham tayyorlab beraveramiz. Misol, har kimni nimasiga qarab, xohishiga qarab, glansli deganga mana shunaqa yaltiratib lak urib beramiz. Yo'q, menga matviy deganga matviy holatda qilib beramiz. Glansvida mana ko'rib turibsiz, changni o'ziga tez tortadi. Matviy holatda bo'lsa, uncha chang bo'lsa ham darvozangiz bilinmaydigan holatda bo'ladi. Har kimning xohishi har xil. Kim nima desa qilib berilaveradi. Xudo xolasa, buni ham svarka ishlarimizga 5 yildan 10 yilgacha garantiyasi bor. Aytilganidek. Keyin mana aka, navbatdagi darvozamiz. Buni fasoniga keladigan bo'lsak, Toshkent fason eskidan bo'lib kelgan. Bunga ham yangilik qilib aka shadring qilib sepganmiz. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. Shadring holatda chiqarganmiz. Darvozamizni polni shadring qilib sepib tayyorlaganmiz. Bir qavat variantda chiqqan aka bu darvozamiz. Bir qavat holatda chiqqan bu darvozamiz. Buni ham ikkita yon tagi, ikkita yonlari 8 ga 8 2lik stenada, tagi 8lik shivellar, tepalariga 8 ga 6 dan foydalanganmiz. Darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, 3,5 tayyorlangan bu darvozamiz ham. Toshkent fason darvozamiz bir qavat variantda chiqqan ekan bu. Bir qavat 1,8 plysovoy listlardan tayyorlaganmiz. Ustiga mana karnizlardan bezak qilib berganmiz, shu bir qavat variantda. Endi budjetli variantda desa ham bo'laveradi. Budjetli holatda qilib tayyorlaganmiz. Buni kvadratiga keladigan bo'lsak 900,000 so'mdan qilib beramiz aka buni kvadratini. O'zbekiston bo'ylab 1 kvadrat metri 900,000 so'mdan dostavka ustanovkalari ichida xudo xolasa yetkazib, olib borib ustanovka qilib beramiz. Darvozamizni mana kraskalari ham o'zgacha holatda bo'lgan. Kraskalar shadring sepib turib, ustiga glansli lak urganmiz.
Fonni hammasini shatring qilib sepib tayyorlaganimizdan keyin ustiga glonsiy lehlardan urib tayyorlaganmiz. Xudo xolasa bularda ham o'sha kafolatda bor, garantiyalari bor. O'sha ekranda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Like, podpiskalarni ayamaysizlar. Xudo xolasa mana sizlar uchun xizmatdamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa Ramazon oyiga mana aksiya qilib tayyorlagan darvozamiz bor. Buni materiallari bilan tanishtiradigan bo'lsam, oltiga to'rlar qovurg'a profillarimiz 1.3 variantda bo'lgan. Dondorlarimiz 8 ga 6 1.7 stenada, tagi 8 lik обязательно shvelik. Razmeriga keladigan bo'lsak 320 ga 320 tayyorlaganmiz. Hop, listlarimiz ham 1.3 pilisovoy variantda bo'lgan. Buni mana Ramazon oyiga aksiya qilib tayyorladik. Qiynalgan oilaga bir mana shu darvoza qo'ya olmayotgan muhtojligi bor oilaga aka 350 ming so'mdan dostavka ustanovkasi ichida 320 ga 320 razmerda tayyorlaganmiz. 350 ming so'mdan olib borib ustanovkasini qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqishaveradi. Xizmatlar bo'lsa, like, podpiskani ayamaysizlar. Doim xizmatdamiz. Hammalarga rahmat.